30 kilovat TIS Plus Belarusida ishlab chiqarilgan qozonni hozir biz tog'li hududga yubormoqdamiz. Bitta akamiz o'zini ota-onasi uchun o'zlari Toshkentda istiqomat qiladilar. Ota-onasi uchun sezondan oldin harakat qilib mana yuboryaptilar. Hammaga ham shunaqa nasib qilsinki, ota-onasi uchun oldindan shunaqa imkoniyatlar bo'lib yuborishga. Nimaga biz orqali yuboryaptilar bu akamiz? Chunki bizda kafolat bor. 3 yillik zavodskoy. Keyin undan tashqari biz 24/7 ga mutaxassislarimiz doim aloqada, biz tayyormiz maslahat berishga, shu montaj bo'yicha qanaqadir yordam, ko'mak berish uchun. Shuning uchun bizga murojaat qilinglar, Hot Energy ga biz yetkazib beramiz. मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिक़ी आ गई मैं शायर तो नहीं